Uyimni ham unchalik kuta olishmagan. Lekin mana yeyishimdan oldin bilinib turibdi, bu qiyma shashlik. Rangi zo'r. Rangi zo'r. Menimcha o'sha yangi yog'da qilishgan yaxshi. Yog' yangi dishdi, lekin menga eski yog'i mazasi kelyapti. Ahmad salat, Toshkent salat, nima desanglar ham kapreza emas. Sizlar hazillashyapsizlarmi? Sizlar odamlarga xom narsa beryapsizlarmi? Mana qaranglar. Odamlarni aldab nima qilasizlar? Yetmaganiga xom mahsulotlarni salatga solib. Aziz aka, sizdan 10 ta like yig'sa, Ahmad Oltinjo'jaga kelamiz dedik. Qaysi videomizda? Kebabimda. Kebabim. Hop. 10 mingtada oshdi laykimiz. Toshib ham ketdi. Biza kar qilmaymiz. Biza gapimizga javob beramiz. 10 mingtani oshdi. Biza Ahmad dodani oltin jo'jalarini yeb ko'rgani keldik. Ichkaridan telefon qilish bilan soобщение olishib kirar ekanmiz. Tayyor ekanmi? Tayyor ekan. Ovqatlarni zakaz qilib qo'yganmiz. Endi bu yoqqa Borib ko'ramiz. Borib ko'ramiz. Ketdi. Etilgandagi ovqatni olib kelib qo'yishgan edi. Hop, mana bu nima edi bu? Oti? Qozon kabob. Qozon kabob. Endi mana kapreza deyishgandan keyin buni ham oti bir narsami deb o'yladim-da, to'g'risi. Hozir men boshqa narsani aytmoqchiman. Kirdik, o'tirdik, atrofimizda hamma girdi kapalak. Menejerdan tortib, mana 25 ta ofitsiant. Lekin o'zimiz odamimiz keldilar, zakaz qilish uchun 10 minutcha ofitsiant kutibdilar. Qarab o'tirdim dedilar, yarim soatdan ortiq ichida o'tirdilar. Umuman bitta ham stolga bunaqa qaralmadi. Demak, biza maxsus mehmonmiz. Uyimni ham unchalik kuta olishmagan. Lekin mana agarchi bu gaplarni eshitmaganimni aytardim. Servis dahshatim, chunki salfetkalarni ochib berishdi, oldimizda turishdi, вообще chotka, короче. Lekin ustini boplashib tillarang qilib. Mayli. Ovqatdan boshlaydi. Boshlaydi. Qozon kabobni o'zi bilasizlar, men qo'y go'sht yemayman, lekin bismillah. Hidi haqiqatdan yo'q. Lekin bor. Yo'qcha emas, ana og'izda erib ketish kerak emas. Erib ketmayapti? Yo'q, lekin inovatga olishgan bir xil joylarga o'xshab, qattiq ko'mir qilib qo'yadi, unaqa emas. Yaxshi. Kartoshkasi ham vроде. Kartoshkasi ham yaxshi, tuzi past, lekin restoranda bunaqa narsalarning tuzi past bo'lishi normal holat. Chunki hammani ta'bi har xil. Hop, okey. Birinchi ovqat sovib qolmasdan yeb olsa, salatga yeymiz, mayli? Hop. Oling. Ashuni o'zini bo'ling, ikkalamiz yeylik. Ichida siri bor-a? Siri bor. Qorni ishib turishidan o'xshayapti. Shu joyigacha men bilasizlarmi, Shohruxga yuzlanaman. Nima Shohruh? Salihov Gurmanga. Chunki men hozir ko'rib turibman, yeyishimdan oldin bilinib turibdi, bu qiyma shashlik. Bu ko'fta emas. Sizlar lekin halakka cho'ziladi. No вкусно. Shirin lekin shashlik. Qiyma shashlik. Ko'ftani konsistensiyasi sal boshqacharoq bo'ladi, lekin o'zi menyuda nima yozilgan? Menyuda ko'ftami? Lekin mazasi yo'q emas. Bir chiqdi qiyma shashligiga sir qo'shib qo'yishchi, mangalda. O'shani o'xshab. Men kartoshkani maqtirdim, lekin bu oddiy pachkada tayyor keladigan kartoshka. Shuning uchun uylarda sotib olib ham qo'ysangiz xushroq chiqadi. O'shandan siz restoraningiz bor. Nimaga mana shunaqa pachkali ishlatishni o'zligisi pishirishmaydi? Qanaqa udobno, nima deydi, anu to'g'ri tezlik jihatdan udobno? Yo'q, mana maza jihatdan. Yo'q, frini ham kerakli darajada ichi yumshoq bo'lib, usti qarsaloq bo'lishi ham bitta mahorat-da, pishirish, tushunasizmi? O'shaning uchun polofabrikat olgan osonroq. Yog'ga tashladingiz, tildingiz, uni vaqtingizni ketkazmadingiz, lekin narx jihatdan ancha qimmatga aylanadi. O'shani aytayapman-da, narx jihatdan hech kim qimmatga aylanadi. Bu asosiy kechamizning qahramoni. Ertalab yugurib yurgan jo'jachalar. O'z taqdiridan bexabar. Taning boshlaymi? Boshlang. Sho'rlik jo'ja oyog'idan hujumga o'tamanmi? Boshqa porch masala bormi? Nima deysiz tovuga?
O'tgan safar kelganmiz, video olganmiz. Shunda biram yog'ligidan yog'lar lekin bu safar Mana ancha yaxshi. Menda yaxshi. yog'liligi. Jig'ildonib qaynamasin deb. Lekin rangi zo'r. Menimcha shu yangi yog'da qilishgan yaxshi. Yana qar. Mazasi ham zo'r. Grill bo'lib qolmagan, bir xil grill bo'lib qoladi. Mazasi yaxshi, tuzi pastroq lekin normal holat degandim. Yaxshi. Lekin yog'i menga ko'p yog'li. Yog'ga qarang. Ko'proq. Shu o'rnida ichish kerak. Yaxshi ekan, bekorga odam ko'pmas ekan. Mana. Endi meni qiziqtirgan savolga o'tamiz. Hop qo'ying. Azaka bo'tga nimaga kelganimizni o'zi aytasizmi? Assalomu alaykum yana bir marta. Xullas, biza Ahmad Oltin Jo'jani ikkinchi filialiga keldik. Sababi o'tgan joyda Sergelida menga salat umuman yoqmagan edi. Sal qolsa meni atravniga qo'shmoqchi edi. Xom qo'ziqorinlar bilan videolarni qo'yamiz. Bundan tashqari chaban dishgan chamanligi absolyutni chabanga yaqin ham kelmagan edi. Limonning soki yo'q edi, nashqalapi yo'q edi. Shuning uchun olgan iltlar nima dedingiz? Okey, bot bilan kifoyalanmaydi. Balkim aytishgandagi yanglishib qolishgandir, shoshishgandir, chunki shu kuni ko'rib o'chirtdi odam. O'shanga boshqatdan original filialiga ham kelib ko'raydi. Birinchi filialga dedim. Shuning uchun mana shu yerda o'tiribmiz. Lekin bor. Sergelidagi filialda menga absolutga ko'proq yoqqan edi. Chunki biz 40 minutdan beri ovqatimizni kutamiz. Mana endi keldi. 40 minut deganda. Mana keldik. 40 minut bo'ldimi? Aynen. Keldik. Mayli, aka, salat qachon? Salat sovib qolmaydi, go'shtga o'taylik. Nima dedingiz? Okey, men bilan yurib qo'y go'shtiga olib ketdingiz siz. Shunaqaga o'xshadi. Yog'liroq joyi sizga, maylimi? Mayli. Go'shtliroq joyi menga. Bugun kecha payshanba shuning uchun. Oling kartoshkadan. Mana. Sergelida ham yaxshi edi, bu yerda ham yaxshi. Ha, yumshoq-a? Sergelidan ko'ra botga yoqmaydi qo'rqin. Chunki go'shi yumshoqda. Unga ham yumshoq edi, lekin Xuddi bunchalik yumshoq emas edi. Ayniqsa ham to'g'on anaqasini botirib ko'ring. to'yib olmay. Yo'q. Xo'sh, o'tgan gal sizga yoquvdi shu kotletlar. Dorog'i qiyma shashligida. Ha, qiyma shashligida. Chunki kofta edishganida, lekin mana bu yerda ham sirlari o'sha. Elchini olamiz. Yaqindan olasizmi? Ajoyib sirli qiyma shashlik. O'sha gap. Shunda qilsangdan bo'ladi. Mazali bo'ladi. Mazali, so'zlari mazali. Tamam. Shoning botga kelib, bu qahramon emas, mana bu salat qahramonimiz uchun. Bu filialda. Lekin bu filialda rangi menga ko'proq yoqqan edi. Bu yerda nimaga keji desam, yog' almashtiramiz deydi, lekin yog' almashtirganga o'xshamayapti. Zalatistik ko'rinishda emas. Хотя бы mana bunaqa bo'lishi kerak. Hamdon beradi. Хотя mana bunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak edi. Narigi filial shunaqa edi. Ha, yangi yog'da mana shunaqa bo'ladi o'zi. Yeymizmi? Ha, non joyi qo'yib qo'ying. Non yeymizmi? Yo'q. Lekin azizlar u yoqda bizni kelib bo'lganimizdan keyin kelgan. Ya'ni bizlarni ko'rib turib bunaqa qilishmagan. Abotda bo'lsa biz keldik ham 15 yil yana kutdik. Kamida 15 so'm kutdik. Qani yedik. Bo'sh farqi bordir. Yog'da ham farqi bor. Shirin, lekin uyoqchalik emas. Ha. Shirin, lekin uyoqchalik emas. Ya'ni Sergeli fillardagi emas. Yog' yangi dishdi, lekin menga eski yog'i mazasi kelyapti. Mana. Ha, Kelyapti. aniq. Kim Bu yerga to'g'ri menga to'g'risi yoqmadi. Endi
Pastni yengilab beraymi, shart emas. Ya, shart emas. Bugungi kunni qahramonlariga. Voy, servisi zo'r. Muzdek Coca-Cola bo'lsa bering, iltimos. Ketdimi? Katta. Xullas, o'sha gap. Bu kapreza emas. Bu Ahmad salat, Toshkent salat. Nima desanglar ham kapreza emas. Uyaltirmanglar, iltimos. Lekin o'ta hammi? Bu yerda ham shu holat. Sizlar hazillashyapsizlarmi? Sizlar odamlarga xom narsa beryapsizlarmi? Mana qaranglar. Buni to'ragandan keyin yoyib yuborib qovuringlar. Nima qilyapsizlar? Bunaqa emas-da. Ba'zi birlari menimcha. Bo'pti ham ba'zi birlari edi, aka. Nam chiqadi mana. Shu gap. O'rashganu yopishib qoladi. Tashlash. Yoqqa. Buni zapravkash ko'proqligiga sochni. U yoqda odam ko'p edi, o'chirtdi, shoshilishdi deb o'ylovdik. Bu yoqda xuddi shu holat. Tushuntiraman. To'g'ri aytyaptilar. Qo'zi qorinni to'riysiz. O'zi hamma narsani salatga ham, achichuvga ham bodringni to'raganingizdachi, orasida kesilmay qoladi-ku. Mana uni ham. Shunaqa bo'lgan. Ha. Shundayligicha tashashgan, skоворodkada qovurishganda berib yuborishgan. Lekin bu narsa opasniydi. Qo'zi qorinni xomligicha yeb bo'lmaydi. Simbolik qo'ziqorin aka. Xo'sh. Shabamga keladigan bo'lsa, keldimi? o'tgan gal Chobandagi muammolarni siz aytasiz. O'tgan safar limoni yo'q edi, nar suvi kam edi. Ma'mini o'zinglar siqasizlar deyishuvdi. Bu yoqda ham menimcha shunaqa, lekin siqadigan joyi yo'q buni. Siqilib bo'lgan, halaqa bu nima deydi? Limon. Qani olingchi. O'zida. Bu ham o'sha. Mayda to'g'ralgan chaban nomli achichuv egilligisi kelaverasizlar. Qanochi bu chaban emas, bu aniq kapraza emas. Odamlarni uyaltirmaydi. Chim bo'lib meni ko'ryapman. Chet elliklar ham kelar ekanda. Chet elliklar bunda ko'rsacha, kerakli joyi bilan kuladi-da. Qani kapraza deb. Bu chabanchu. Achichuv emas. Azaki holat xuddi o'sha. Lekin qozon ko'p bitta shirinroq ekan. Bu u yoqdagi shirinroq edi. Ana shashlikli koftamizni yaxshi. Salat bir xil. O'sha qo'ziqorin xomligi bor, o'shanaqa bor. Bu kapraza emas. Boshqa nom qo'yinglar, iltimos sizlardan. Bu chaban emas. Chabanga hachaba ozgina limonni sok bilan ozgina nasharab qo'shish kerak. Hozir men o'zim so'rab aralashtirib olmoqchi bo'ldim, bor-ku lekin. Tovuga keladigan bo'lsa, 40-45 minut kutdik, yog' almashtirilgan edi deyishdi, lekin eski yog'ligi bilinib turibdi. Videodan ham ko'rsanglar bo'ladi. Hozir qo'yamiz, narigi tovuqni buni o'zingiz tushunib olasizlar. Sochtirib olasizlar. Mayli, xulosa qilib aytganda, kommentariyalarda kelganlar, yozinglar bu videoni Ahmad Oltin jo'jaga kelmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yinglar, обязательно. Chunki xohlasa kelishsam, o'zliksin xohlashsa. Lekin agar mashlar salatlar to'g'rilansa, men qaytib kelardim. Qolgan ovqatlari yaxshi-da. Mayli. Men o'ylab ko'rgan bo'lardim. Agar shu videomizni necha ming? 10 ming bo'lsa? Yo'q, aka. 10 ming bo'ldi o'sha. Ha. Bundan oldingisi. Necha unda? 15 mingta like yig'sa, 15 mingtami? 15 mingta. Mayli. Keyingi kuydirganlar soni $4 million ishlatilgan. Qaysi restoranligini aytamizmi? Yo'q. O'zligicha yozishsan, okey. O'zinglar yozinglar, bilsanglar, $4 million xarajat qilib ochilgan restoranga, dong'i ketayotgan restoranga borib, bitta kuydirib kelamiz. Nimaga imенно o'sha 4 millionlik restoran, okey? Chunki men u restoronni juda ham yaxshi ko'raman-da. Va oxirgi marta borganimda ozgina kamchiliklar bo'lgan. Men u kamchiliklarni aytganman. 4 millionlikda ham kamchilik. 4 millionda ham bo'lar ekan kamchilik. Aytganman va u kamchiliklar to'g'rilandimi, yo'qmi, tekshirgani borib kuydirib kelamiz. Kelishdik. Sizlardan repost,
like, maksimalniy kommentariy va 4 million dollar ketganini tasavvur qilinglar, restoranga boramiz. 15 mingta like 4 million uchun. Ana, isitib o'chadi. Bilan bosib tashlanglar bo'ldi. Day, bosamiz. Lekin o'sha xom qo'ziqorinlar.